Kollagenlar o'rganamiz. Kollagen sochlarni o'stiradi, to'g'ri. Sizni ham o'stirib yuboradi. O'sha narsalarni o'rganamiz. Kollagen ichish qonun-qoidalari o'rganib olinglar. Bir xil ayollar ham zo'r ovqatlanishadi, ham kollagen ichadi. Ayrim mutaxassislarning tavsiyasiga ko'ra, kollagen ichsanglar teringiz zo'r bo'ladi, osilmasdan ozasizlar yoki taranglik hissi bo'ladi degan safsatalarga ishonib qoladigan va o'zida semirib, qaytib, yana ham semirib ketib, insulin darajasini yana ham oshirib yuboradigan ayollarimiz. Sizlarning xatoyinglar nimadaligini aytaymi? Qaranglar. Chet eldagi ayollar ko'pi bizga o'xshab, o'zi shirin taomlar pishirmaganligi sababli va ular ertalabdan kechgacha davlat ishlarida ishlaganligi uchun chet el ayollarida sen uyda o'tirgansan, bola boqsang, uyda o'tirsang, shirin ovqatlar qilsang bo'ldi degan tushunchalar yo'q. Ularda hamma baravar, erkaklar ham, ayollar ham ishlaydi. Xohlasa ovqat qiladi, xohlamasa ko'chada ovqatlanadi yoki tayyor narsa buyurtma qilishadi. Shuning uchun ularga shirin taom o'rnini bosuvchi, haqiqatdan ko'p pishib qaynagan ilikli sho'rvalarni umuman belok, oqsil vitaminlarini berish uchun maqsadida o'ylab topilgan kollagen bu tovuqlarning oyoqlaridan, kallalaridan, mollarning oyoqlari, qo'y mollarning oyoqlari, kallalarini ular tashlab yubormasligini va ular qayta ishlab chiqarish yo'llarini shu narsa orqali odamlarga ham foyda berib, ham daromad olish yo'lini o'ylab topganliklari sababli kollagen ishlab chiqarishgan. Ular kechgacha ovqat qilmaganligi uchun kollagen ichadi. Shuni o'zi bilan kifoyalanadi. Bir vaqtli taomnomasida, ikkinchisida ovqatlanadi. Lekin bizning o'zbek ayollarimiz bu narsani tushunib yetishmayapti-da. Ular ham ovqat yeyishyapti, ham kollagen ichyapti. Ya'ni men ozishim kerak deb fitnessga borishadi, dietologlarga yozilishadi, ham dietolog aytganini qilishadi, ham boshqa odam aytganini qilishadi yoki ham meni aytganimni qilishadi, boshqa odam aytganini qilishadi. Tushunasizlar? O'shanda mutaxassislar aralashib ketadi. Mutaxassislarni buyurtmalari, mutaxassislarni sizlarga berayotgan ta'limlari sizlarning miyangizda alkash-shulkash bo'lib ketib qoladi. O'shaning uchun sizlar eng ma'quli bitta mutaxassis bilan ishlanglar, bitta. Ikkinchi mutaxassisni aralashtirmanglar. Chunki har bitta odamning o'ziga yarasha opti, o'ziga yarasha beradigan bilimi bo'ladi. Agar siz bugun men obed qilmayman desangiz, kollagen ichishingiz mumkin. Yoki kechqurungi ovqatimni yemayman, men diyetadaman desangiz, zavtrak, obed qilishingiz mumkin-da, ujinga kollagen ichishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Agar siz ham ovqat yeyapsiz, ham kollagen ichyapsiz, yaxshi bo'lishim kerak desangiz, siz o'ylang, hozir mana bir kosa osh yeyapsiz va yana bir kosa oshni olib kelib tiqyapsiz. Eng asosiysi biza kollagenni ichib fitnessga borishimiz kerak. Masalan, men bugun fitnessga boradigan kunim. Obedda soat 1 soat shug'ullanmoqchiman. Demak, men ertalab ovqatlanaman, zavtrak qilaman, obedda kollagen ichaman, fitnessga borib zanimatsiya qilaman, shu bilan kechqurun ovqatlanaman degan ayol kollagen ichsa bo'ladi. Kechqurun shug'ullanadigan ayollar ertalab obed ovqatlanadi, kechqurun kollagen ichadi. Bo'ldi. Shuni o'zi sizlarga yetarli. Nimagaki uni miqdori kam bo'lgani uchun qorningiz unchalik to'ymaydi, lekin sizga o'shnaqa qorni to'yg'izadigan effekt beradi. Bir kosa oshni energiyasini beradi. O'shaning uchun ayollar ham ovqat yeyishim kerak, ham internetda aytayotgan foydali narsalarni yeyishim kerak, ham vitaminli ichishim kerak, ham kollagen ichishim kerak deb o'zingizlarni hamma narsani miyangizga tiqib, oshqozoningizga tiqib, bekordan bekorga oshqozonga hamma narsani balo-battarlarni olib kelgandan keyin oshqozondan o'sha dimlanib, o'tga dimlanib, o'tdan hid og'izdan chiqishi mumkin va bu narsa ko'payyapti. Ayollarning bo'ynlaridagi, qo'llaridagi, oyoqlaridagi ostidagi qorayishlar yana ham qorayib, yana ham insulin rezistenti oshib, sizdagi gormonlar battar o'ynab, og'izdan va ostidan hid chiqishi vujudga kelyapti. O'shaning uchun ayollar hammani ham aytganini qilavermanglar. To'g'ri ovqatlanish deganda, kollagen ichish deganda mana shu tartib qoidaga rioya qilinglar.
to'g'ri ovqatlanishi yana bir qoidasi bu, masalan, siz hozir lovligili salat yemoqchisiz, to'g'rimi? Demak, bitta lovligili salatni o'zini yeyishingiz kerak. Boshqa narsa aralashtirmaysiz. Masalan, kechqurungi sho'rva ichmoqchisiz, to'g'rimi? Faqat sho'rvani o'zini ichasiz. Ketidan fruktlarni tiqib tashlamaysiz. Soat 4 dan 5 gacha bo'lgan vaqtda faqat frukt yeyishingiz mumkin. Ketidan shirinlik bilan boshqa narsa aralashtirib tashlamaysiz. Tushunyapsizlarmi? Biza hamma narsa yeyishimiz mumkin. Faqat tartib qoida bilan, bir-biri bilan aralashtirib, chalkashtirib tashlamagan holatda va me'yorida ozgina, sozgina yeyishimiz kerak.